Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yana bir hadislari bor. Ajoyib bir ish. Bandalar agar bitta chumchuqchalik Allohga tavakkul qilsalar edi, ishlari yaxshi bo'lib ketar edi. Nimaga? Chumchuq ertaman turadi, qorni och. Sandig'ida hech narsa yo'q. Lekin Allohga tavakkal qiladi. Hech narsasi yo'q. Hech narsasi yo'q. Qayerga borishini ham bilmaydi. Ana ertalab qorni och ketadi deydilar. Tushga borganda qorni to'yib, qappayib qaytib keladi. Alloh taolo rizqini sochib qo'ygan, terib yeb keladi. O'lib qolmaydi. Ana mana shu haqiqatlarni demak mo'min musulmon odam bilsa, tushunib yetsa, haligi tamagirlik deb atalgan, molga hirs qo'yish deb atalgan, o'zini qiynaydigan balo ofatlarga giribtor qiladigan sifatdan demak qutulish imkonlari bo'ladi.